polimer shpaglovka stiklovozlar reklama qilasiz, bir tiyinga qimmat ekan ular. Nimasi bir tiyinga qimmat ekan, aka? Chornovoyga gipsovoy shpaglovka urdim. Ustidan keyin stiklovoz yopishtirdim. Ustidan polimer shpaglovka qildim. Tashlab yuborar ekan bu. Gipsovoy shpaglovka ishlatibsiz, aka. Gruntopka urdingizmi gipsovoy ustidan? Yo'q, urmaganman. Hatto shunda-da, aka, siz. Agar klientda sharoiti yaxshi bo'ladigan bo'lsa, avvalambor Chornovoyga ham polimerli shpaglovkalardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Agar budjetli tomonlama sizlar gipsovoy ishlatmoqchi bo'lsangiz, gipsovoy ustidan обязательно ichiga singuvchan bo'lgan gruntopkalardan foydalanishingiz kerak. Nimaga? Chunki gipsovoy shpaglovka yumshoq yuzi hisoblanadi. Unga gruntopka urib qotirib olish kerak. Agar bu ishni qilmasangiz, yumshoq yuziga stiklovoz, polimer, qattiq yuzi yopishganda bu bir-birini ushlamaydi. Ya'ni og'ir yuzani tashlab yuboradi. Shuning uchun gipsovoyni qotirib olish uchun gruntopka обязательно urib, keyin stiklovoz, polimerni shpaglovka o'tishinglarni tavsiya qilamiz. Bo'lmasa sizlarda ham shunaqa muammolar chiqib kelaveradi.